Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz Word darsi 5-dars hisoblanadi. Word darsi asosan konstruktor menyusi bugün. Konstruktor menyusida biz asosan matndagi kechayotgan matndagi so'zlarni har xil joylashuvi va ularga rang va so'zlarni alohida olingan so'zlarga effekt berishni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib biz matn olamiz. Biz uchun matn olishga eng kerakli bo'ladigan narsa bu Chrome Wikipedia. Masalan, biz Alisher Navoiy Wikipediyasini olamiz. Masalan, mana Euro 2026 olamiz Wikipediyasini. Belgilaymiz, Ctrl C qilamiz. Wordga o'tib Ctrl V qilamiz. Bu tushdi va uni Ctrl menyusidan xohlagan tarzda qo'yishimiz mumkin. Mana ustiga qizillari bilan qo'yish va matnni o'zini qo'yish, ya'ni ko'klarsiz. Buni matnni asosan angliyskiy yoki russkiy deb tushadi. Biz o'sha menyudan o'zbek latinsani belgilaymiz. Va matn qizillarsiz va ko'klarsiz paydo bo'ldi. Bu matnga asosan zagolovka berish qanday? Buni belgilay olamiz va zagolovkaga o'tib xohlagan bir zagolovkamizni belgilab bitamiz. Bu har xil turdagi joylashuvni egallaydi. Mana kichkina, katta, o'ngga, yonga borgan sari kichkinaroq, chiroyliroq bo'lib ketaveradi. Ko'rishingiz mumkin. Zagolovka shunday narsa. Biz buni asosan zagolovkani gazeta va jurnallarda ko'rishimiz mumkin. Va biz yana nimani o'tamiz? Sveta menyusida bizda har xil so'zlarga rang beramiz. Bu rang bermaydi chunki biz Ctrl menyusidan, mana glavniydan stavitdan buni o'chirib qo'yganmiz ko'klarni. Ko'klarni yoqib turgan holatda qizillar bilan birga biz agar konstruktor menyusidan svet bersak, ranglari o'zgaradi ko'klarni. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Zagolovkaga ranglar bir-biridan o'zgarishi mumkin. Effekt menyusi bizlarga nima uchun kerak? Effekt degani rasmni tekst ichida joylashuvi. Biz lekin hozir rasm qo'ymaganmiz yoki figura qo'ymaganmiz. O'sha uchun bu ko'rilmaydi. Konstruktor menyusi asosan temalardan iborat hisoblanadi. Tema bu har xil turdagi tekstlarni joylashuvi va ularning ko'k, yashil so'zlarning ranglari. Mana bular. Mana bu yashillarning ranglari hisoblanadi. Biz tema menyusiga o'tib har xil turdagi sonlar va ranglarni berishimiz mumkin. Har xil yozuvlar bilan mana ko'rishingiz mumkin. Mana bizga mana shu yoqdi. Bu to'q jirniy holatda hisoblanadi. Shriftni o'zgartirishimiz mumkin bu yerdan. Lekin o'zini shriftida qolaversin, chunki o'zini shrifti bizga ma'qul keldi. Va buni past qismi yo pastki ichidan ochish, uchta qatordan ochishni ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana uchta qatordan keyin mana hosil bo'ldi ochilish. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zini sonida qo'yirsin. O'zi yaxshi. Xo'sh, bugungi darsimiz shu konstruktor menyusidan iborat edi. Xayr,
bugungi boshqa darslarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.